so'rovnomamiz bo'yicha birinchi o'rinni olgan 13-maktab haqida gaplashamiz. Ha, adashmadingiz. 13-maktab haqida gaplashamiz. 13-maktab kichik ko'ringani bilan, lekin bu yerda bag'ri keng, mehribon insonlar yetishtirib beruvchi maktab bu 13-maktab bo'ladi. 13-maktabda o'qiydigan aka-ukalarimiz aktiv bo'lamiz. On uchinchi maktabda qolgan maktablardan ustunlik tomoni o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi hamjihatlik, ahil-inoqlik. Agar gapimiz yolg'on bo'lsa, izohlarda qoldiring. Bu maktabning menga yoqqan tomoni, bu yerda fanlar tabiiy va chuqurlashtirilgan holatda o'rgatilgan. 13-maktab qadrini bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Bu videoni 13-maktabda o'qigan va o'qib chiqib ketgan aka-uka, opa-singillarimizga tashlab qo'yamiz.